Payg'ambar alayhissalotu vassalom Madinaga borganlarida Madinada turib qoldilar. Ya'ni yangi kirib borayotgan paytlari to'xtab qoldilar. Juda katta Madinadan keldinglar. Hozir menimcha 3dan 1 qismi qolib qolmagan. O'sha davrlarda shunaqa xurmozor bor edi. Tepalikka bundoq chiqasiz, bu yog'i keyin pastlik, katta sayxonlik. Qarasangiz ko'zingizni nuqtasi yetmaydigan darajada bog' bo'lgan. Xurmozorlar. Ta'rif bir qush uchsa, dam olmasdan o'sha bog'dan uchib chiqib keta olmagan. Shunaqa katta xurmozorlar. O'shani qarab Payg'ambar alayhissalom menga tushimda ko'rsatilgan edi, hijrat qiladigan joyim, xuddi shu joy deganlar. Kirib boryaptilar Madina Munawvaraga va o'sha joyda shu hodisani aytibdilar. Avval ham aytdik, Madinada 3 ta qabila bor edi. Ya'ni yahudiylarning qabilasi. Boshqa qabilalar ham bor, Avs bor, Hazraj bor, boshqa qabilalar ham bor. Lekin yahudiylardan 3 ta qabila bor edi. Bani Qurayza bor edi, Bani Nadr bor edi, Bani Qaynuqo degan qabilalar bor edi. Bu Bani Nazr, Bani Qaynuqo, Bani Qurayzalar Harun alayhissalomning avlodlari. Musa alayhissalomning yonlarida payg'ambarlik vazifasida bo'lgan Harunning avlodlari bo'lgan. Bular Kanondan quvilgan, Misrdan quvilgan, u yoqqa borgan, bu yoqqa borgan, Rim, Vizantiyaga borgan, Vizantiyadan quvilgan va ulamolari oxirgi zamon payg'ambar keladi. Biz bunaqangi xor, zalil bo'lib yashashlikka mahkum emasmiz. Oxirgi zamon payg'ambari kelsa, o'shani keladigan joyini Tavrotdan topishimiz kerak. Tavrotdan. Boshqa joy qolmadi bizga. Borishimiz kerak, o'tirishimiz kerak, o'sha joyda kutishimiz kerak. Kutamiz, kelsa, unga yordam beramiz va u bilan birgalikda dushmanlarimizga qarshi jang qilamiz. Keyin azizlikda yashaymiz. Hodisani qiziqib qarang. Hozir ba'zilar aytadi, masalan, biz bilgan tarix, yoshi ulug'larimiz biladi. O'tgan asrning tarixi. Gitler yer yuzida 2 ta millatni qirgan. Bittasi siyosiy, ikkinchisi milliy. Fashizm g'oyasini oldinga surgan. Gitler fashist bo'lgan. Nima degani fashist? Millatchi degani. Hozirgi kun bilan aytganda skinhead. Millatchi bo'lgan. Alman xalqini oriylar degan. Oliy irqimiz degan. Biz oliy irq o'laroq bizga qolganlar xizmat qilish kerak, xizmat qilmaydiganlarni qirishimiz kerak. Bittasi yahudiylarni qirgan. Asr tushganlardan savol so'ragan. Yahudiymi? Ha desa bo'ldi, ajratgan. Savol so'roq bo'lmagan. To'g'ri borib turib gaz kamplari deydi, o'sha joyga qamab turib gaz bilan urgan yoki laboratoriyaga olib borgan. Laboratoriya. U bola bo'ladimi, xotin bo'ladimi farqi yo'q. Odam ustida laboratorik ishlar olib borgan. Gitler yangi jonzot shakllantirish uchun doktorlarni alohida sharoit qilib berib, odamlarning ustida ishlattirgan. Sovuq suvga solib qo'yib, necha minutda o'larkin. Tutanaqlar bor, yozishgan dinamiklarga. Ukol qilishib, shu ukol bilan qay darajada ko'tararkin odam. Fashizm g'oyalari. Ikkinchisi kommunist. Kommunistman desa uni ham qirgan. Musulmonlar bilan yaxshi bo'lgan Gitler. Bizdan ketgan o'sha Turkiston legioni bor. Ularga joy bergan, imkon bergan, sharoit qilib bergan, Boymirza Hayit degan odam bor edi, tarixini bilganlar biladi. Suriyalik ulamolar Gitlerga yordam bergan. Nimaga? Kommunizmga qarshi. Kommunizm jamiyati bo'lgan. Odamlar aytadi, yahudiylarni qirgan deb. Tarixni ko'rsangiz, har 100 yilda yahudiyatiga qirg'in keladi. Har 100 yilda. Mana aytayotgan tarix ham shu. Fir'avn ham shularni qirgan. Fir'avnning g'oyasi shularga nisbatan. Kanondan quvilishgan, Vizantiyadan quvilishgan, Italiyadan quvilishgan. Doim shunaqa bo'lgan. Nimaga desa, yuqoridagi tarixni o'qisangiz shu.
Shundan charchab ketib, Bani Qurayza, Bani Qaynuqo, Bani Nadir kitoblarini o'rganib, Madinaga hijrat qilishligini bilib, shu joyga kelib o'rnashib turishgan. Butun boshli hayotlari, missiyalari payg'ambar kutish bo'lgan. O'ylang. Butun boshli hayotlari ajdodlaridan, ota bobolaridan kelayotgan missiya Madina Munawvaraga. U paytdagi nomi nima? Yasrib. Yasribga kelib kutib o'tirishgan. Aniq bilishgan, mana shu yerga keladi. Kun o'tdi, tun botdi, hayot aylandi, ketdi, keldi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Madinaga keldilar. Kelganlarida yahudiylarning ichida zotan, tasavvur qiling. Zotan payg'ambar kelish kerak degan g'oya bor. Hamma biladi, tug'ilgan bolasiga ham o'rgatishadi. Biz o'tib ketsak, shu yerga bitta payg'ambar keladi, unga ergashlaring degan vasiyat bor ularning ichida. Butun boshli Vizantiyadan ko'chib kelib Madinaga joylashishlarining sababi ham shu. Missiya shu. Payg'ambar alayhissalatu vassalom keldilar. Kelganlarida birinchi qatga tushganlar Qubo masjidiga tushganlar. Masjid yo'q edi u. Quboni o'rnida o'sha hozir Madinaga borganlar ko'rgan. Ikkita minorani o'rnida ikkita odamning uyi bo'lgan. Bittasi bo'ydoq, bittasi oilasi bor, xonadon. Payg'ambar alayhissalom shu yerga turib, birinchi bo'lib o'sha joyda masjidni qurdirganlar. Yer birinchi qurilgan masjid Ka'ba-i Muazzama. Avval baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata. Bakkani asli nomi Makkani asli Bakka. Bu bir. Musulmonchilik boshlanganda birinchi qurilgan masjid Qubo masjidi. Qubo haqida Qur'oni Karimda Tavba surasida alohida oyat bor. Qubo masjidi ikkita qabila bir-biriga Amr bilan G'onam degan ikkita aka-ukalarning avlodlari. Shu aka-ukalarning avlodlaridan Amrning yeriga Qubo masjidi qurilgan. Payg'ambar alayhissalom Qubo masjidini qurdirdilar. O'sha joyda namoz o'qib, birinchi namoz o'sha yerda boshlandi. Keyin o'sha G'onam degan narigi Amrning ukasini qabilasi nimaga bularga masjid quriladi, bizga qurilmaydi. Alohida masjid quramiz deb alohida masjid qurishgan. Qarang, har doim masjid quraverish ham savob bo'lmas ekan. Men o'zim o'sha rasmiy diniy idorada shunaqa masalalar bilan yurganimizda ko'rdik O'zbekistonda ham. Bir mahallada bitta masjid bor, hammaga yetadi, yaxshi. Faqat uncha ko'rkam emas. 200 metr nariyoqqa katta masjidni qurib qo'yishgan. O'shani ruxsatini so'rashadi. Mana shunga ruxsat olaylik, masjidga ruxsat so'rayapmiz-ku biz. Masjidku deyiladi. Ha, bo'pti. O'rgansangiz, mana bu masjidga protokol qurilgan bo'ladi. Sen masjid qurasanmi? Men ham senga ko'rsatib qo'yaman deb yoqib qurilgan bo'ladi. Hammasi emas, bor shunaqalar demoqchiman. Agar unga ruxsat olib bersangiz, jamoat ikkiga bo'linib, bir-biri bilan qirpichoq bo'ladi. Tagida shunaqa narsa bor. U bo'lgan ekanda qarang, payg'ambar alayhissalatu vassalomga shu masjidga keling, bir bizni masjidda ham namoz o'qib bering deb kelib Rasulullohni olib borishadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda la taqum fihi abadan deydi. Bu masjidda hech qachon o'qimang namoz deydi. Namoz o'qishlikka haqli bo'lgan masjid, ya'ni Qubo masjidi ekanligini aytadi. Fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallohu yuhibbul mutahhirin. O'sha Qubolik tahoratga, pokizalikka e'tibor bergan odamlarni maqtaydi. Payg'ambar alayhissalom narigi masjidni nima qiladilar? Buzdirib oladilar. Yer yuzida birinchi bo'lib qurilgan masjidga protiv masjid qurilgan. Do'stim, birodarim, esdan chiqarmang. Haq yo'lda yurarkansiz, sizga qarshi muxolif bo'lishi shart. Muxolif bo'lishi shart. Safingizni belgilashingizni shuning uchun islom talab qiladi. Kimligingizni doim ko'rsatib yuring. Neytral zona yo'q ko'p o'rinlarda. Bir odam to'xtamay tuhmat uyushtirsa, unga moyil bo'lib qoladiganlar bor. Siz iymoningizni biroz taftish qilib qo'ying. Payg'ambar alayhissalatu vassalom keyingi qurilgan masjidni buzdilar.
Qur'oni Karimda u masjidni Masjidi Diror deyiladi. Zararli masjid. Munofiqlar qurgan edi, taktika qilish uchun alohida yig'ilib olishib, o'sha yerda montaj-shantajlarni o'sha yerda qilishmoqchi edi. Alloh taolo ularni tashladi. Xotirjam bo'ling, ularni qiyomatga qadar buzadi Alloh taolo. Ozgina imkon beradi. Imtihon bo'ladi. Bizning ichimizda kim sodiq, kim kozib imtihon bo'ladi o'zimiz uchun va ularni albatta buzadi. Islom mag'lub bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom kelganlarida Madinaga ajoyib hodisa Salmon Farsi radhiyallohu anhu ning hodisalari. Salmon radhiyallohu anhu ni ba'zi manbalarda 250 ga kirgan deydi ulamolar. Lekin ishonchli manbalar 120 atrofida yashagan degan bor. Salmon Farsi shu Erondan chiqqanlar, katta saroyning rohibini o'g'ri bo'lgan. Saroyda otashparastlik, alohida bitta o'shanaqangi butxonasi bor, o't yoqib turiladigan. Shu o't o'chib qolmasligiga mas'ul odam bo'ldi. Shu kishi o'zlarini ibodatlaridan qoniqmasdan bir kuni bir karvonda nasroniy odamlar ko'rib qolib, ular bilan gaplashib, fikr almashib, to'xta bu olovga sig'inish noto'g'ri deb ketib qoladilar. Ko'p hodisasi bor. Otalari urib bog'lab qo'yadi, qochib chiqib ketadilar, baribir nasroniylik dinini qabul qilib, payg'ambar alayhisalom kelmagan. Eng to'g'ri din nasroniylik dini bo'lib turibdi o'sha paytda. Unga o'tganlar, undan dinni o'rganganlar, keyingisiga o'tganlar, keyingisi o'rtacharoq odam bo'lgan, undan keyin yana bittasiga o'tganlar. U o'layotgan paytida endi kimga borayman deganda biz o'zi 3 ta edik. Ikkitasi o'lib ketdi, oxirgisi men. Men o'lgandan keyin bu yo'lning haqiqatini davom ettiradigan odam qolgani yo'q. Men nima qilay deganda sen o'sha arab o'lkalari, Yasrib tomonga bor, payg'ambar chiqadi, oxirgi payg'ambar. Yaqin qoldi. Chunki men o'lgandan keyin bu dinni Alloh taolo yana davom ettiradi. Payg'ambarning chiqishiga oz qoldi. Sen bor, o'sha odamni top degan. Yasrib tomonlarning o'sha u ham kitoblarida bordi. Salmon radhiyallohu anhu yo'l yurib, yo'lda karvonga qo'shilib, karvon egalari u kishini qul qilib sotib, ozod odamni ushlab olib, bozorga olib chiqib qul qilib sotib olishadi. Borib Madinada yahudiyning qo'lida qul bo'lib yashaydilar. Kutyaptilar lekin u kishining ham missiyasi bor, yahudiylarning ham missiyasi bor. Payg'ambar keladi, shunga ergashamiz. Sifatlarini biladilar. 3 ta 4 ta sifatlari bor, shu sifatlaridan biladilar. Bir kuni xurmoni tepasiga chiqib olib ishlayaptilar. Ishlab tursalar, uzoqdan payg'ambar alayhissalomni kelganligi to'g'risida xabar kelib qoldi. Kelganda o'sha turgan joylaridan yiqilib tushganlar. Chunki kutib turibdilar. Umrlarini hayotga bag'ishlagan odam. Haqni izlashlik timsoli u kishi. Haqni izlashlik timsoli. Yahudiylar bir-bilan gaplashyapti. Yangi kelgan odam payg'ambarman deyapti. Ha, payg'ambarman deyapti. Ikkalasining gapini eshitib yiqilib tushdilar. Keyin bir fursat topdilarda xurmodan olib, to'g'ri Rasulullohning oldilariga bordilar. Kelib, xurmoni bu sizga taqadib berdilar. Payg'ambar alayhisalom oldilar, boshqalarga yedirdilar, o'zlari yemadilar. Men dedilar, yemeyman dedilar. Bu birinchi sifatlar edi. Ertasi kuni yana xurmoni olib keldida, bu sizga dedi, ihson dedi. Payg'ambar alayhisalom ihsonni ham o'zlari ham yedilar, qolganlarga ham berdilar. Ikkinchi sifat topildi dedi. Keyin o'tirganlarida payg'ambar alayhisalomni orqa tomonlari, ikkita yelkalarining orqalariga mana shu o'tib qarayaptilar. Chunki muhri nubuvvat bo'lish kerak. Uchinchi sifat. Payg'ambar alayhissalatu vassalom sezyaptilar, farosatlari joyida. Salmon Farsiyga orqalarini o'girib sekin kiyimlarini tushirganlar. Muhri nubuvvat bo'lganlar va iymon. Birinchi iymon keltirgan ajamlardan, bizning diyorlardan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning gaplari, hodisalari Madinani qamrab olgan. Birorta xonadon yo'qki, Rasululloh haqida gaplashmasa. Birorta xonadon yo'q. Hamma joyda gaplashilyapti. Munofiqlar uylarida g'iybat, bo'xton, tuhmat.
Mo'minlar uylarida baxt, saodat, hikmat. Yahudiylar uylarida hasad, adovat. Shu gap bo'lyapti. Huyay ibn Ahtob degan yahudiylarning kattasi bor edi, Bani Qurayzaning rahbari. Shu 3-4 ta odam bilan kelib payg'ambar alayhissalatu vassalomga payg'ambar bo'lsa ergashamiz deb savol so'ragan kelishgan. O'zlarining kitoblarida bor xolos bu. Boshqa hech joyda yo'q. 4 ta 5 ta savol bo'lgan, savollarni berishgan, savollarning hammasiga payg'ambar alayhissalatu vassalom javob berganlar. Rivoyatlarda bor, Jabroil kelib turdi. Ular so'radi, Jabroil aytdi, Rasululloh aytib berdilar. Hammasi to'g'ri chiqdi. Shulardan bittasi nima edi? Jannatga kirganda birinchi yeydigan ovqatimiz nima? Kim biladi? Kit. Kitni jigarni yeymiz inshaalloh. Xohlasak qovurib yeymiz, xohlasak shashlik qilib yeymiz inshaalloh. Alloh nasib qilsin hammamizga. Bu faqat ahli kitoblar biladigan narsa ekanda. Majusiylar jannat haqida tasavvur yo'q. Ular o'sha kitobdan bilgan uchun so'ragan. So'rab qanoat hosil qilishgandan keyin uyga qaytishadi. Bu rivoyatni kim qilyapti? Bu rivoyatni Sofiya binti Huyay ibn Ahtob. O'sha Huyay ibn Ahtobning qizi bor, Sofiya. Bu Sofiya payg'ambar alayhissalatu vassalomga turmushga chiqqan keyin. Dadasi o'lib ketgan, Rasulullohga turmushga chiqqan va o'zi rivoyat qiladi. Dadam deydi. Doim ko'chadan kelsa, birinchi meni quchoqlab ko'tarardi deydi. Qiz shirin bo'ladi-yu, hamma qizi borlar muborak bo'lsin-da, qiz ham jannatga olib kiradeganda. Qiz haqida bashorat bor. 2 ta qizi bo'lsa, 3 ta qizi bo'lsa, 1 ta qizi bo'lsa jannatga kiradi. Shuning uchun ko'chadan kelgan paytingizda qizlarning ko'nglini olish kerak. Sovg'a bersangiz ham birinchi qizdan boshlash kerak. Sofiya aytadiki, dadam deydi, ko'chadan kelsa birinchi yugurib kelib meni quchoqlardi, erkalardi, osmonlarga otardi. O'sha kuni Rasulullohning oldilariga kelib kelgan kuni meni qo'liga olmadi deydi. Yugurib borsam qo'li bilan surib kirib ketdi deydi. Orqasidan kirib, ostonada kuzatib o'tiribman deydi. Ichkaridagi Yahudiy sherigi bor. Bu ham Yahudiylardan, kattalaridan. Bu tekshirgani borgan u. Qaytib kelgandan keyin ahuva hu dedi ichkaridagi. Bu o'shami dedi. Abdulla Qodir ham shu tomon ekan-a? Siz o'shamani. Ahuva hu dedi. Deganda na'am dedi. Bu o'sha dedi. Biz kutayotgan dedi. Nima qilamiz dedi. Yordam beramizmi endi dedi. Yonda turamizmi dedi. Deganda Huyay ibn Ahtob aytdiki, yo'q dedi. Bor kuchimiz bilan, bor tadbirimiz bilan, bor makrimiz bilan bunga qarshi turamiz dedi. Inson hayotida do'stim, birodarim, tanlov kuni bo'ladi. Hammamizda bo'ladi. Bu rivoyatlarda Rasululloh o'zlarining aytganlar, tanlov kuni bo'ladi. O'sha tanlov kunida ehtiyot bo'ling. Siz haqni tanlab ketishingiz uchun unga tayyorgarlikda borishingiz kerak. Ibodat kerak bizga. Sahar turib namoz o'qiysiz, issiq kunda roza tutasiz, zakot berasiz, sadaqotlar qilasiz, yaxshiliklar nima uchun kerak? Tanlov kunida haqni tanlashingiz uchun kerak. Bu tayyorgarlik bu. Oddiy bitta boksyor 6 oy 1 yil shug'ullanadi. 12 raundlik bo'y bahsga. 12 raund bo'ladi. Uni ham oxirgi minutiga kerak bo'ladi kuch. Bizni bu ibodatlarimizni hammasi o'sha tanlov kunimizga. Agar dunyoda tanlov sizga ro'baro kelmasa, o'lim paytida keladi tanlov. O'shanda iymonli odam oson qutuladi. Ibodatli odam oson qutuladi. O'limni ta'riflaganda ulamolar aytadi, shayton o'lim tomoqqa xir-xir bo'lib turgan paytida chanqaydi inson. Chanqaganda ham yer yuzidagi barcha suvlarni ichsam ham chanqag'im bosilmaydi degan darajaga boradi. Shunda shayton qo'lida billur qadahda suv ko'tarib keladi. Mana suv beraman senga deydi. Meni Alloh degin deydi. Oxirat yo'q degin deydi. Menga sajda qilgin deydi. Tanlov. Kim qutuladi? Chanqagan paytida ham roza tutgan qutuladi-da. Sabr qiladi-da. Ibodatlar shuning uchun kerak.
Huyay ibn Ahtabni meni bilishimcha hayotidagi eng katta tanlov shu edi. Eng katta xatosi ham shu bo'ldi. Dunyosi ham juda rohatli bo'lgani yo'q. Undan keyin hasadni ichida, g'iybatni ichida, xiyonatni ichida o'tdi. Oxiri qatl qilindi. Shundoq o'zi ajali bilan, ya'ni o'zini odatiy o'limi bilan o'lmadi. Allohning qadari qatl qilindi xiyonat uchun. Qizi payg'ambar alayhissalatu vassalomga turmushga chiqdi. Endi qarang qiziqligini. Qur'oni Karimda oyat bor. Yahudiylar Muhammad alayhissalomni tanirmidi? Gaplashganda Rasululloh bilan gaplashib borgandan keyin tanidi. Bu o'shami desa o'sha deyapti. Endi tilda shunaqangi ajoyib xususiyat bor. Bu o'shami deganda olmosh g'oyib siyg'aga ishora qilyapti. G'oyib tarafga. Aniq emasda palonchi demayapti, o'shami deyapti. Desa ha deyapti. Demak, o'rtalarida hodisa bor, ikkalasi juda yaxshi biladi, o'shaning uchun o'shami deyapti. Abdulla Qodiriy bekorga eslamadim. Abdulla Qodiriy Kumush bilan Otabek ko'rishgan paytida siz o'shami deyapti. Demak, qaysidir ishora qilyapti. Siz o'shamani ikkalasi tushunadi, boshqa odam tushunmaydi. Qur'onda ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Uni bolalari kabi tanishardi. Xuddi bolalarini tanigandek tanishardi. Uni deyapti Alloh taolo. Demak, u kalimasini, ya'ni mavzusini bahs qilib yurgan odam ajratadi. Masalan, men siz bilan tanish bo'lsam, Toshkentda bir do'konda bir mavzuyimiz bo'lgan bo'lsa, do'konning egasi haqida ikkalamiz tanisak, sizga qarab, u yuribdimi desam, ha deysiz, ikkalamiz tushunamiz, qolgan hech kim tushunmaydi. Qur'onning fasohatini qarang. Ya'rifuna Muhammadan kama ya'rifuna abna'ahum demayapti. Ya'rifunahu deyapti. Uni tanishardi. Bu oyatni yahudiylar juda yaxshi bilishardi. Chunki hayotlari, mamotlari, maqsadu, sayohatu kelib o'rnashgan joylari Rasulullohni kutib olishidi. Kelganlarida inkor qilishdi. Yahudiylardan musulmon bo'lgan Abdulloh ibn Salom degan sahobiy bor. Yahudiylardan 4-5 ta odam musulmon bo'lgan. Shulardan bittasi Abdulloh ibn Salom. Shu kishi shu oyat nozil bo'lganda Hazrati Umar so'raganlar. Ey Abdulloh, sizlar haqiqatda Rasulullohni farzandlaringdan ham ko'ra yaxshiroq tanirmidinglar deganda, ha degan. Chunki farzandimizni biz bilmaymiz, ayolimiz xiyonat qilgan bo'lsa bizga bildirmasdan, bizni bolamizmi kimniki bilmaymiz uni. Bunaqa gumon bor. Lekin Rasulullohning rasul ekanligida gumonimiz yo'q edi degan. Bu hodisadan sizni bizlarga ulug' ne'matning ham qadri ko'rinadi. Tanlov e'tibori, ehtimoli ko'rib turibdi, kitoblarida aniq. Taniganda ham g'oyib siyg'ada gaplashadigan darajada ma'lum. Ha, falonchimi? Bu payg'ambar deydigan darajada ma'lum. Iymon keltirishmadi. Butun boshli xiyonatni, butun boshli makrni shular amalga oshirishdi. Madinada munofiqlar jamoati bor edi. Ular yahudiylar bilan birga edi. Ular ham bunaqangi qora propagandani payg'ambar alayhissalom haqlarida nimaiki tuhmatni bo'lsa tarqatishdi. Qur'oni Karimni men shunaqa tasavvur qilaman. Qur'oni Karimning 10 qismga bo'lsangiz, taxminan 3 qismi Rasulullohni oqlashga ketgan. Yo, siz unaqa emassiz. Sabr qiling. Bular aytaveradi. To'g'ri xafa bo'lyapsiz, lekin mahkam turing. Bular aytaveradi. Sizni jinni deyishyapti, sizni yolg'onchi deyishyapti. Sizdan oldingi payg'ambarlarni ham masxara qilishgan. Sizni ham masxara qilishyapti. Mana shunaqa gaplar faqat. Bularni kim tarqatgan? Mana shular tarqatgan. Endi hayotiy misol do'stlar, birodarlar, kim Rasulullohning sunnatlarini, siyratlarini davom ettirsa, unga o'sha sunnat davom etadi. Munofiqlar, hasadgo'ylar, islomofoblar u musulmonlarga ham ta'na qiladi. U to'xtagani yo'q. Menimcha to'xtamasa ham kerak. Buni to'xtatadigan bitta zot Iso alayhissalom kelsalar to'xtatsalar kerak. Chunki u kishi ko'p narsani to'xtatadilar. Yo islom, yo qilish deydi u kishi. E'tibor, ixtiyor bermaydilar. Chunki haqiqatda inson ko'rib turib, undan keyin hujjat kerak bo'lmaydi. Yo musulmon bo'ladi yoki qatl qilinadi.
Hozir ixtiyori bor. Ixtiyori bormi? Qo'ldan ushlolmaysizmi? Tuhmat qiladi. Qilaversin. Biz tuhmat qilgan safda bo'lmaylik. Odamlarning ichida shu gap bor ekan. Tuhmat bir jamoat chiqib olib, bir kishini tuhmat qilaversa, u odam sharmanda bo'larmish. Tuhmatga qolgan sharmanda bo'ladimi? Tuhmat qilgan sharmanda bo'ladi. Mezonlar o'zgarib ketdi. To'xtamasdan tuhmat qilaversa, tuhmatga qolgan sharmanda bo'larmish. Nuh alayhissalom aytgan: "In tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun." Sizlar bizni masxara qilyapsizlarmi? Biz ham bir kun masxara qilamiz. Xuddi bizni masxara qilganinglardek deydi. Payg'ambarlarning hammasi masxara qilingan. Sizni ham qaysidir jamoa, qaysidir taraf namozxon ekaningizni masxara qilgan bo'lsa, do'ppingizni osmonga oting. Payg'ambarning sunnati muborak bo'lsin. Payg'ambar alayhissalomning sunnatlari bu. Tuhmatga qorish, haqorat eshitish, masxaraga qorish. Alhamdulillah robbil alamin deb qo'ying. Sizda yo'q-ki zotan bu narsa. Biz jinni bular deydi, ro'za tutib yuradi deydi. Bular deydi zakot beradi deb qo'yadi. Bular deydi kuniga 5 vaqt namoz o'qiydi deydi. Masxara qiladi. Ya bitta bola chiqdi yaqinda. Men deydi, mana maza qilib yashayapman. Musulmonlar sizlar maza qilib yashamayapsizlar. Men qaranglar, men zo'rga yashayapman deb bitta pizzani qo'yib qo'yibdi. Bitta stolda pizzani yeganini ko'rsatyapti. Shu maza ekan, bu hayot ekan shu. Mana ko'rdinglarmi, zo'rga yashayapman. Sizlar yaxshi yashamayapsizlar deydi. Odamlar mezonni shunaqa o'lchaydi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomga nisbatan shunaqangi tuhmatlar, bo'xtonlar tarqatildi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom sabr qildilar. O'zlariga kelgan haqni davom ettirdilar. Inshaalloh mavzu siyrat mavzularida Madina Munawvarada juda katta siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, axloqiy, ruhiy hodisalar bo'ldi. Chunki Rasululloh islom risolatini yetkazayaptilar. Islom risolati quruq yotib turishdan iborat emas. Islom risolati faqat masjiddangina iborat emas. Islom butun boshli hayotni bizga o'rgatdi. Ayolingiz bilan muomala, farzand bilan muomala, ustoz shogird muomalasi, qo'shni bilan aloqa, tijoratdagi oldi berdi, halol rizq, davlat, siyosat masalalarini o'rgatdi. Payg'ambar alayhissalom uyda eng yaxshi turmush o'rtoq, kechqurun eng yaxshi banda, oyoqlari ishib ketguncha namoz o'qirdilar. Kunduzi jihad maydonida eng yaxshi mujohid, siyosat maydonida eng yaxshi rahbar, axloq ma'nosida eng yaxshi o'rnak. Qaysi sohani ko'rsangiz Rasululloh o'rnak sallallohu alayhi va sallam. Qur'on buni xitob qildi. Ya'ni laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizlar uchun Rasulullohda o'ta go'zal namuna bor. Bu namuna butun boshli hayotni bizga ko'rsatdi. Butun boshli. O'sha hayotni jabhalarini to'ldirishimiz kerak. Tijoratchimisiz? Qoyil qilib qo'ying tijoratni. Sizdan tijorat so'raladi. Dehqonmisiz? Dehqonchilikni sayratib oling. Ya'ni zamondan orqada qolib ketmang. Men dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan odamlarni o'zini ishi yaxshi qilmayotganligini ko'p aytayapman. Yaxshi qilmayapsizlar dehqonlar. Avvalo dehqonni peshona teri bilan, halol rizq bilan qilgan ishiga tabriklayman. Alloh muborak qilsin. Dehqon, ba'zi rivoyatlarda birinchi jannatga dehqon kiradi. Lekin orqada qolib ketmaslik kerak. Nima bo'ldi urug'chilik? Nima bo'ldi? Dehqon bobolar nima bo'ldi? Urug'chilik nima bo'ldi? Astrahan toruzlar qani? Bizning urug'larimiz qani? Nimaga faqat chetdan olib kelishlikka majburmiz? Bir yil ekamiz, ikkinchiliga meva bermaydi u. Yana olib kelishimiz kerak. Donasi $1 turadi bitta urug'ni. Dehqonmisiz? Qoyil qiling dehqonchilikni. O'zingiz urug' yetishtiring. Rizamat degan uzumimiz bor. Rizamat otaga rahmat. Bo'ldi, shu odamga sadaqa joriya niyatiga yarasha. Yetishtiring, narsalarni chiqaring. Nonvoymisiz? Nonni sanoatini odamlarga ko'rsating. O'qituvchimisiz? Bolalarni o'qiting. Domlamisiz? Domlaligingizni qiling. Imommisiz? Imomlikni qiling. Hozir chalkashib ketdi. Imomlar tijorat qilib yuribdi,
tijoratchi domlalik qiladi choyxonada. Fatvo beradi qozi. Bu harom emas, unisi bundoq, bunisini bu yoqqa o'tkazib yuboradi, unisini bu yoqqa o'tkazib yuboradi. O'zini ishini qilmagan millat rivojlanmaydi. Iza usnidal amru ila g'ayri ahlihi fantaziri sa'a. Ishlar egasidan boshqaga topshirilsa, qiyomatni kutaver deganlar. Islom shuni o'rgatdi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan odamlar kelib masala so'rasa, odam bir xil, javob 3 xil, 5 xil, 10 xil bo'lardi odamga qarab. Ba'zi odam kelsa roza tut derdilar, ba'zi odam kelsa g'azab qilma, ba'zi odam kelsa ota-onangga yordam ber, ba'zi odamga jihad qil derdilar. Nimaga? Har kadrni o'rniga yetishtirish, joylashtirish davlatning kuchini bildiradi. Uning uchun kadr yetishtirishimiz kerak uning uchun. Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'rgatgan axloq mana shu axloq. Din mana shu din. Mana shu dinni biz ulamolardan o'rganib, ajdodlardan olib avlodlarga to'g'ri ma'noda yetkazishligimiz ham islomga bo'lgan xizmatlardan hisoblanadi. Sizlarni zeriktirib qo'ymadim degan umiddaman. Inshaalloh suhbatni yana davom ettiramiz shu joylardan. Alloh nasib qilsa, biz bugun saharda uchyapmiz. Yangi kelganlarga muborak bo'lsin. Ibodatlar qilib, ko'p xalqimiz, yurtimiz haqida ham yaxshi duolarni qilinglar. Sizlarga muhtojmiz. Hammamiz bir-birimizga duolarda muhtojmiz. Hozir endi savol-javob qismiga o'tamiz. Savollarga qarab mukofotlarimiz bor ekan. Yaxshi savol berganlarga Qur'on kitoblaridan berar ekanmiz. Kimda nima savol bor? Xo'p. Xo'p. Ya'ni Buxoriyni olaylikmi, Abu Hanifani demoqchimisiz? Savol noto'g'ri. Abu Hanifa rahimahulloh muhaddis, hadis to'plash bilan umrlarini o'tkazmaganlar. U kishi muhaddis o'zi. Imom Buxoriydagi rivoyatni ham yaxshi biladilar. Va Imom Buxoriydan boshqa roviylardan kelgan sahih rivoyatlarni ham yaxshi biladilar. Mazhab mujtahidlarining biror kalimasi hadis yoki Qur'onga suyanmagan bo'lishi mumkin emas. Kim mana shu gap Abu Hanifaning shaxsiy gapi islomga kirib qolgan desa, yolg'onchi bo'ladi. Bu gapini da'vosini isbotlay olmaydi, qiyomatgacha muhlat. Mana men hayqiryapman. Chunki Abu Hanifa o'zlari kamida bir 10 ta joyda aytganlar. Meni gapim Qur'on va sunnatga muvofiq kelmasa, devorga uringlar deganlar. Nima degani u? Shuni ham noto'g'ri tushunar ekan ba'zilar. Nima deb tushunar ekan? Abu Hanifaning gapini devorga urish kerak deb tushunar ekan. Jumlani qayerdan tushunishni bilmaydi. Bunaqa tushunish uchun munosib bo'lish kerak. Abu Hanifaga qarshi bo'lish kerak odam. Xolis samimiy odam bu jumladan nimani tushunadi? Men Qur'on sunnatdan chiqmayman degani. Men Qur'on sunnatdan bo'lmasa gapirmayman. Agar Qur'on sunnatdan bo'lsa otib yubor deyapti. Chunki Qur'on sunnatdan gapiryapman deyapti. Da'vo qilyapti, isbotla deyapti. Abu Hanifa haqlarida zamonaning odamlari bir ustun ko'rsatib aytgan. Mana shu ustunni Abu Hanifa oltindan desa isbotlab beradi degan. O'zi ustun oltin biz bilmaganmiz degan. Isboti bo'lmasa gapirmaydi. Hadislarning umumiy ma'nosi namoz vaqti to'g'risida Jabroil alayhissalatu vassalom har bir namozning ikkita vaqtini ko'rsatganlar. Har doim. Kirish vaqti, chiqish vaqtini o'rgatganlar. Kirish vaqti to'g'risida ulamolar ikkita fikrni yuzaga chiqqanini aytadi. Asr haqida. Peshin namozi tugashi bilan asr kiradimi, yo'qmi? Mana shu savol. Buni hadislardan kelib, Hanafiy mazhabida Abu Yusuf shogirdlari, Imom Muhammad shogirdlari, ikkita imomayn birinchi qavulni olishgan. Asl soyadan tashqari soyasi o'ziga bir barobar bo'lganda asr kiradi. Asl soyani eshitganmisiz nima degani?
Asl soyani bilasizmi? Asl soya. Ko'rdingizmi? Fiqhda istilohlar bor. Ularni o'rganmasdan turib, ikkita katta ulamolarning o'rtasiga tushmaslik kerak. Ikkita ot tepishsa, o'rtada echkiga qiyin bo'ladi. Ya'ni bu istiloh sizga o'zingizga nafsingizga olmang-da. Asl soya degan narsa bor. Yozda uzunroq, qishda kaltaroq bo'ladi. O'sha soyani chiqarib tashaganingizdan keyin bitta soya hisoblanadi. Buni muxtasarda jadvali bor. Asl soya qandoq? Yozda qanaqa bo'ladi, qishda qanaqa bo'ladi, bahorda, kuzda qanaqa bo'ladi. Tikka turgan paytingizda, quyosh tikka kelgan paytida asl soya chiqadi. O'shani ayirib tashlaysiz. Keyin